Assalomu alaykum. O'zbekiston tarixi telekanalida avval taom ko'rsatuvi boshlandi. Bugun ko'rsatuvimizda Zafruzxon bizga qatlama taomini tayyorlab berishni. Albatta, qatlama tayyorlayman. Umidjon aka, to'g'ri aytyapsiz. Qatlama nihoyatda qadimgi taom. Uning turlari juda ko'p. Deyarli har bir viloyatda turlicha usullarda tayyorlanadi, lekin biz bugun mumtoz uslubdagi qatlamani pishirib, tarixi haqida to'xtalamiz. Dasturimiz mehmoni pedagog, ijodkor, shoira ayol Salomat Nurullayeva. Xush ko'rdik ko'rsatuvimizda. Salomat opa. Tabiiyki dasturimizni go'zal bir she'ringiz bilan boshlasak, vatan haqida. Rahmat, albatta. Obod vatanim, kundan kun yashnayver, ochaver jamol, tinchlikning ramzidir bayroqda hilol. Bag'ringda avlodlar topgaylar kamol, dilimda faxrimsan, obod vatanim. Salomat opa, mana shu she'ringiz qo'shiqqa ko'chganda u yanada kuy bilan nihoyatda ta'sirli chiqdi-da. Keling, mana shu ijod namunasini birgalikda tinglasak. Marhamat. Kundan kun yashnayver, ochaver jamol, tinchlikning ramzidir bayroqda hilol. Kundan kun yashnayver, ochaver jamol, tinchlikning ramzidir bayroqda hilol. Faxrimsan, güzel vatanım. Dilimde faxrimsan, güzel vatanım. Faxrimsan, aziz vatanım. Dilimde faxrimsan, aziz vatanım. Dilimde faxrimsan, obod vatanim. Dilimde faxrimsan, obod vatanim. Chehralerde kulgu, baxtdan nishona.
Tashakkur, yashang Azamatjon, rahmat. Azizlar, mana shunday ko'tarinki kayfiyatda avval taom ko'rsatuvini boshlab oldik. Haqiqatan ham Dilafruzxon bugun tayyorlamoqchi bo'lgan qatlami juda biz xalqimiz sevib iste'mol qiladigan, yaxshi kunlarda, bayramlarda iste'mol qilinadigan. Bayramlar yaqin, to'g'ri aytasiz. Haqiqatan mana hayitlarda bo'g'irsoq, nima deymiz yana, varaqqa, yupqa, xullas un mahsulotlarini juda ko'p iste'mol qilamiz bayram kunlari Umidjon aka. Qatlama iste'mol qilinadi. Parhezlarni unutgan holda. Qatlama, lekin ular orasida nihoyatda qadimgida. Qarang, bir xalqimizning topishmog'i bor-ku, qatlama, aqling bo'lsa tashlama. Buni javobi kitob. Qarang, bu qatlamani kitobga qiyoslashganligi ham bir hikmat bor bunda ham. Salomat opa, umuman olganda ayollarimiz hamma marosimlarda qatlamani tayyorlashga odatlanishganda, Xorazmda ham qatlama shu an'anaviy usulda tayyorlanadimi? Ha, albatta. Dilafruzxon, bizni bu ota-bobolarimizdan qolgan qadriyatlarimizdan biri hisoblanadi. Bizda to'ylarda, marosimlarda mana shu qatlama tayyorlanadi va xalqning oldiga tortiladi. To'y va marosimlarda? Ha. Qatlamani katta kichikligi ahamiyatlimi, ahamiyatsizmi, nima deb o'ylaysizlar? Mana biz bugun qozonda qovuramiz qatlamani. Ahamiyatli. Mana shu oldingizdagi laganga bo'lsa, yoki qozonga sig'adigan bo'lsa, o'sha yaxshi, chiroyli chiqadi. Qanchalik katta bo'lsa chiroyli chiqadi. Chiroyli. O'sha momolarimiz qovurib Umidjon aka, esingizdami? O'choqda qilinardi bir paytlar. Ustiga shakar sepib tarqatilardi, qo'shnilarga ulashilar edi. Holvaytar qilinardi. Ha, bugun endi studiya sharoitida biz zuvali, o'sha qat qilib yog'langan xamirlarni oldindan tayyorlab oldik. Chunki vaqt afsuski chegaralangan. Biz bugun qatlamani o'sha yoyib qovurish jarayonigacha bo'lgan tasvirlarni sizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Umidjon aka, shoira Salomat Nur taxallusi bilan ijod qilayotgan opamizning yutuqlari nihoyatda katta. O'zingiz yaxshi bilasiz. Bir qancha nashrlari chiqqan. Shularga to'xtalib o'tsangiz, menimcha teletomoshabinlarimizga ham qiziq bo'lar edi. To'g'ri aytasiz. Men boya qatlamani kitob bilan bog'laganim bejiz emas. Demak, qozonda qatlama pishadi. Suhbatimiz kitob haqida bo'ladi. Mana bugungi baxtli avlod deb nomlangan she'riy to'plamingiz hali tandirdan uzilgan nondek, yaqinda buni taqdimoti bo'ldi. Bu yilda hisobidan chiqqan kitobingiz. Bu yerda qaysi she'rlaringiz kiritilgan? Mana shu kitobimizda Barkamol avlod, Baxtli avlod nomli kitobimiz 2025-yilda nashrdan chiqdi. Bolajonlarim, nevarajonlarim, ota-ona, o'zbek ayoli, onajonim, sensiz hech kimman vatan. Vatanim, obod vatanim, ayolga ehtirom, Navro'z keldi, mustaqillik to'yi, mustaqillik, qadaming qutlug', ustoz murabbiy, jigarlarim, O'zbekiston, sog'lom bola, Xivaga poyiz keldi, Kamoliddin Bekzod, mehr, musavvir, bahor, yangi yil, 8-mart, odamlar, yaxshi odamlar, baxt, dunyo, mustahkam oila, tug'ilgan kun, konstitutsiyamiz, onam, kitob do'st, buyuklar, shifokorlar, sadoqat, o'lkam quyoshi, onajon, maktab, do'st, bebaho qadriyatlar, omad kaliti, gullar, bilim, qiz bola, ishonch, tamagir, munofiq, yalqov, singlim, sabr, hayotga muxlis kabi mana shunday mavzularda she'rlar yozib xalqimizga taqdim qildik. Salomat opa, qarang, mana kitobni olib bir qaraydigan bo'lsak, bu yerda bolajonlarim, nabiralarim degan, ota-ona haqida, Xivaga poyezd keldi degan, shunaqangi konstitutsiya haqida, mustaqillik haqida she'rlaringiz kiritilgan ekanda. Bu demak, bugungi yangi O'zbekistonda olib borilayotgan o'zgarishlar, yutuqlarimizdan ilhomlanib yozgan she'rlaringiz va bolajonlarim, nabiralarim kabi she'rlaringizda endi bularga bugungi kunni qadriga yetish haqida bir qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizga amal qilish haqidagi axloq, odob haqida bir o'zingizni maslahatlaringiz, takliflaringiz kiritilgandek bu she'r. Bu kitobni o'zi bugungi baxtli kunimizni bir madhiyasi deb qabul qilsak bo'ladi. Albatta.
bir pedagog ayol sifatida baribir ijod qilishlari sezilib turadi-da har bir she'rlarida, to'g'rimi? Faoliyatlaringizni kuzatib qarasam, siz ko'proq san'at tarixi bo'yicha dars bergan ekansiz. Albatta. Yoshlar bilan ko'p ishlagansiz. Qolaversa, keyin bir jamoatchilik ishlariga ham ko'p qatnashgan ekansiz. Salkam 40 yil ustozlik qildim. Mas'uliyatli, sharafli kasbimda yoshlarga ilm, ta'lim, tarbiya berganimdan faxrlanaman. Shogirdlarim hozirda yaxshi joylarda ishlamoqda, yutuqlarga erishmoqda, xalqimizga xizmat qilmoqda. Men bundan juda faxrlanaman. Men Nizomiy nomli universitetning rasm yo'nalishi fakultetida o'qib tamomladim. Ijod ham qilib turaman. Rasm chizib, musavvirlar haqida, tasviriy san'at tarixi fanidan dars berganman yoshlarga. Salomat opa, o'zi umuman e'tibor bersam, xorazmliklar nihoyatda tarixga bir boshqacha yondashishadi-da, nihoyatda tarixga befarq emasliklari sezilib turadi. Nimaga shunday? Bu bizni ona vatanga bo'lgan muhabbatimiz, avlod ajdodlarimizga bo'lgan muhabbatimiz. Yoshlikdan bu oilada boshlanadi, vatanga muhabbat, sadoqat ota-onadan boshlanadi. Biz farzandlarimizni, shogirdlarimizni shunday ruhda, vatan tuyg'usi ruhida tarbiyalaganimizdan juda xursand bo'lamiz. Endi Xivani o'zi tarixiy obidalarga boy bo'lgan, tarixiy voqealar juda ko'p bo'lgan, tarixda o'z o'rniga ega bo'lgan shahar bo'lganligi uchun ham menimcha xorazmliklar, ayniqsa xivaliklar tarixga bir boshqacha qiziqishadi. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'klamda odatlanganmiz shundaylarni hamisha. Bunisiga lekin oddiy oq piyoz soldik. Sizga qanday yoqadi? Qanday ma'qul? Menga ko'k piyoz solingani yoqadi. Ko'k piyoz, ko'katlar bilan, Umijon aka. bilan, bolgar go'shtlari bilan. Yalpizlar ham solishadi, Umid aka. Yalpizlar, endi haligi ko'k solib, ko'k qo'shib qilinadigan taomlarimiz juda ko'p, somsalarga ham qo'shishadi. Boyagi ko'k baraklari, tuxum barak, ko'k barak qilinadigan va yalpizlarni boya aytganingizdek mashhur mastavalarga ham qo'shib iste'mol qilinadi. Bu insonlarga juda organizmimiz uchun foydali bo'lganligi uchun, ayniqsa hozirgi bahor kunlarida biz ko'proq ko'kat iste'mol qilgimiz keladi, organizm shuni talab qiladi. Albatta. Va u yerdagi urf-odat, marosimlarimiz saqlanib qolish bo'yicha ham Bo'stonliq tumani shu birinchi o'rinlarda turadigan hududlardan biri. Mana yaqinda Boysun bahori festivalimiz o'tdi. Butun dunyo bizni qiziqib ko'radi. O'sha UNESCO ro'yxatiga kiritilgan Bo'stonliq ham Xiva ham o'zini madaniy muhiti bilan ajralib turadigan, UNESCO ro'yxatiga kiritsa bo'ladigan darajadagi madaniy muhitga boy bo'lgan hududlardan biri. Shahar sharoitida, urbanizatsiyada yo'q bo'lib ketyapti-da mana shu odatlar, Umidjon aka. Nima qilsa bo'ladi? Uning uchun avval taom ko'rsatuvga o'xshagan ko'rsatuvlarni ko'paytirish kerak. Qisqa va lo'nda qilib aytganda, shu o'rinda Salomat opamdan bir go'zal she'r tinglagim kelyapti. Salomat opa, eshitaylik chiroyli she'ringizdan. Mani she'rlarimda qadriyatlarimiz ulug'lanadi. Yoshlarimizga vatan tuyg'usi, ota-onaning mehri, ustozlarning nasihati, ota-onaning nasihati juda qadrdon ekanligi tushuntirib berilmoqchi bo'ladi. Ham yoshlarimizni ilmga, kitobga qiziqtirishga harakat qildik. Bu o'ylaymanki, yoshlarga yo'l ko'rsatuvchi bir pannoma bo'lib qolishi mumkin deb o'yladim. Agar ruxsat qilsangiz, she'rlarimdan o'qib bersam. Eshitamiz. Baxtli avlod kitobimiz 2025-yilda nashrdan chiqdi. Bu kitobimiz Barkamol avlodga bag'ishlanadi. Baxtli avlod deb atadik nomini. Baxtli avlod, kelajak avlod, istiqboli porloq baxtli avlod, Temur bobo davomchisi mard avlod, Olpomishdek kuchli jasur avlod. O'zbekiston bayrog'i tek hilpirasin, madhi jahon ichra baland yanglasin, jahon tilin o'rganib yosh avlod yayrasin, vatan ishonchi yoshlar iqboli porlasin. Barkamol avlod o'rgan ilmda kuch, bobolarday sof yashang g'ururda kuch, Hazrat Navoiy so'zi o'tkir aqlda kuch, beshikdan qabrgacha o'qi bilimda kuch. Yana men baxtli ona deb ayta olaman o'zimni. O'g'limiz Azamatjon mening obod vatanim, mana
birinchi sahnada shu aytildi, obod vatanim she'rimni qo'shiq qilib, musiqa bastalab o'zlari aytdilar. Men bundan juda xursandman, faxrlanaman. Yana O'zbek ayoli degan she'rimizni yozdik. Bu Abdulla Aripov she'riga muhammas bo'ladi. O'zbekiston xalq shoiri, qahramon shoirimiz Abdulla Aripov she'riga muhammas qildim. O'zbek ayoli, oh nechun faxr etmay o'zbek ayolin, nechun mahd etmayin pok o'zbek ayolin. Qalbi oftob, nurli yuz, oqil o'zbek ayoli, o'zin osmon ko'rmas, kamtar o'zbek ayoli. O'zbek ayolini kuylamoqni istadim. Oila quyoshi, umri so'nmasligini tiladim. Omon bo'lib bolasini suymog'ini tiladim. Umr so'lab Allohdan yashamog'ini istadim. Albatta, Saloma opa, meni xabarim bor, o'sha yil ayoli ko'rik tanlovida ham ishtirok etgansiz. Yilning eng faol ayoli nominatsiyasida taqdirlangansiz. Mana shunday tadbirlarni, ijodkor ayollarni ruhan o'sishida qanday roli bor? Shular haqida to'xtalib o'tsangiz. Umidjon aka, siz mana shu diplomni teletomoshabinlarimizga ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Saloma opa, qanday ta'siri bor shunday tadbirlar? Buning bizga, ijodkorlarga, shoirlarga, san'atkorlarga juda ham katta e'tibor deb o'ylayman, e'tirof deb o'ylayman. Davlatimiz mana shunday ajoyib imkoniyatga boy davlat O'zbekistonimiz. Bunday imkoniyatli davrda ijod qilish kerak, yoshlarga maslahat beramiz, o'qish kerak, albatta kitobni sevish kerak. Bugun o'qing, ertaga bu sizga baxt keltiradi. Bu sizni yetuk qiladi. Men shu o'zimni mana shu diplom bilan taqdirlanishimda mening bir ozgina kichkinagina mehnatimga qilingan e'tirof deb bilaman va bundan kuch olaman. Barcha ayollar singari ilhom kelib menga yana she'rlar yozishga kuch olaman. Albatta bu men uchun baxt. Tashakkur, sizda ijodkor ayollar ko'paysin. Aytib o'tishim kerakki, Saloma opam, Xorazmdanlar, tuxum baraksiz xorazmliklar hech qayerga bormaydi-da, qarang. Umuman olganda mana shunday tuxum baraklarni ko'rib, bexosdan o'zimizni Xorazmga tushib qolgandek his qilamiz. Saloma opa, shu odat qayerdan paydo bo'lgan ekan? Qayerga borsa biron bir milliy taomni olib borish, hech bo'lmasa ikkita non ko'tarib borish. To'g'ri. Dilafruzjon, bu ham bizni azaliy qadriyatlarimiz. Chunki mehmonga chiqsangiz ham, mehmonga borsangiz ham mezbon ham o'zini bir oddiy ovqati bilan, milliy taomi bilan kutib oladi. Biz ham shunga urf-odatimizga rioya qildik. Sunnatbek, tatib ko'ring, Bo'stonliqda yo'q bunday tuxum barak. Qatlama ham tayyor bo'ldi, Umidjon aka. O'zi aslida bugun kun davomida qatlamani pishiraverishim mumkin. Men nima deydi, juft sonda 6 dona qatlamani pishirdim. Qarang, qanday chiroyli, yaltirab chiqqanini qarang. Tuxum barakni tatib ko'ring, tatib ko'ring. Asli xorazmliklarning tuxum baraki boshqacha bo'ladi. Saloma opa, endi sizning tajribangiz bizda yo'q. Shuncha farzandlar katta qilgansiz, bunday qatlamalarni yo'l-yo'lakay pishirib ketganingizni bilaman. Rahmat, rahmat, albatta. Shunda ham bizning qatlamaga baho berib ko'rishingizni istar edim. Umidjon aka, ushating, oling. Ushatib Saloma opani mehmon qiling. Ushatib baho berasiz. Siz aslida shunga kelgansiz. Avval taom ko'rsatuvida tayyorlanadigan taomlarni tatib ko'rib baho berish. Marhamat. Tarixiy taomlar tarixiga har gal to'xtalib o'tamiz. Tuxum barak zo'r chiqibdi, hammasi me'yorida. Maza qildim. Oling, tatib ko'ringlar. Saloma opa, o'zingiz qatlama pishirishni kimdan o'rgangansiz? Dilafruzxon, avvalo bu pishirgan qatlamangiz juda shirin chiqibdi. Tashakkur. O'zingizga o'xshagan chiroyli bo'libdi. Shirinligi ham ayniqsa. Tuxum barakka gap yo'q, azizlar. Me'yorida hammasi. Men bu pishirishni, qatlamani pishirishni onajonimdan o'rganganman. Juda pazanda ayol edilar, oqila, 8 ta farzandni tug'ib tarbiyaladilar. Bizni ham odobga, odamlarga hurmatga, to'g'rilikka Nechanchi farzand bo'lgansiz oilada? Men eng kenja farzand bo'lganman. Ha, erka farzandsiz. Ijodkorlikka nima deydi, sharoit kerak-da, Umidjon aka, to'g'rimi? To'g'ri, endi erkin, o'z fikrini erkin bildiradigan va erkaligini ko'taradigan akalari, opalari bo'lganligi uchun sharoit ham shunga yarasha bo'lgan bo'lsa kerak va men faoliyatingizni kuzatdim. O'sha Xiva tuman sudida ham maslahatchi bo'lib ishlar ekansiz. 6-8 yil ishlaganman. Taklif qilishgan.
bizni mahallada shu namunaviy yaxshi oilalarni, mustahkam oilalarni, ayollarini, keyin biz ishimizda ham Xudoga shukr yaxshi ishladim. Namunali bo'lib, hamma payt darslarimni to'g'ri dars berib, saboq berib ustozlarga ham po'chirigim chiroyli edi. Chiroyli yozasiz, a? Shunga meni chaqirishdi, shunga loyiq ko'rishdi, rahmat. Albatta, shtatsiz ishladik. Shunda ham shu sudga borganimda kimdadir unaqa tashvish, kimdadir bunaqa tashvish, shular bilan hamdard bo'lardim. Shunday ayolga o'xshab turibsiz o'zi. Ali buzilib ketish arafasida bo'lgan oilalarni sizni o'zingizni shaxsiy namunangiz, aytgan chiroyli so'zlaringiz, maslahatlaringiz bilan ular yana bir karra o'ylab ko'rib va shu oila saqlanib qolishiga sababchi bo'lgan holatlaringiz ko'p bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Ko'p bo'lgan, albatta. Men shu hayotiy tajribamdan kelib chiqib, yaqinda shu bolalar yig'lamasin degan she'r yozyapman. Bunda ayollarni shukronali bo'lishi, paymonali bo'lishi, vafodor bo'lishi, oilaga sadoqatli bo'lishi, bolalarni asrab avaylashi, ularga ko'proq boylik emas, mehr kerak. Faqat ozgina mehr kerak. O'sha haqida yozyapman. Ayollarga shunday maslahatlar berdik. Faqat bola uchun yashang. Oila qurdingizmi? Bolangizni suying, uyim joyim deng. Shundagina oila buzilmaydi, mustahkam bo'ladi. Qo'shilamiz fikringizga. Esingizda bo'lsa, Bo'stonliq tumanida biz qozoqlar bilan borib 5 barmoq tayyorlagan edik. Balki yana nasib etsa, endi tojik milliy taomlaridan tayyorlash bo'yicha, tojik urf-odatlari bo'yicha balki bir ko'rsatuv tayyorlaymiz. Albatta, arziydi, tayyorlashga arziydi. Tashakkur go'zal ijro uchun. Rahmat. Qatlamani yeb ko'rmayapsizlar. Yedik juda mazali. Faqat baho beryapsizlar. Umid qilamanki, tomoshabinlarimiz ham bugun aynan mana shunday qadim pishiriqlarimizni ham eslab o'tishyapti. Umidjon aka, to'g'ri, bugun har bir do'konda qatlama bor, har bir pishiriq sotadigan joydan qatlama topish mumkin. Lekin uni uyda farzandlar, nabiralar qurshovida tayyorlashning ahamiyati haqida ozgina eslatib o'tsangiz. Mana hozir Salomon opa aytganlariga e'tibor bergan bo'lsangiz, qatlama pishirishni men onamdan o'rgandim dedilar-da. Bu ish haqiqatan oila davrasida tayyorlanadigan bo'lsa, keyingi avlodga o'rgatiladi-da. Buni pishirish, tayyorlashdan tashqari urf-odatlarimiz, axloq odob, keyin shu orada shu ikki avlod orasidagi bo'lgan mehr muhabbat, bir-biriga bo'lgan qanaqangidir. Keyin mana sizga o'xshab eslab yurishadi. Onamdan o'rgangan edim, buvimdan o'rgangan edim yoki yeganda xuddi meni buvim tayyorlagan taomga o'xshabdi deydigan eslab yuriladi. Bu yaxshi an'ana. Haqiqatan uyda tayyorlansa, uyda bir dasturxon atrofida ovqatlansa, buni o'ziga yarasha juda yaxshi jihatlari ko'p. Qo'shnilarga ulashishchi? Qo'shnilarga ulashish bu bizani eng haligi noyob bir boshqa millatlarda uchramaydigan urf-odatlarimizni to'g'ri, qaysidir aytaylik, o'shaligi Pasxa bo'lgan paytida o'zligini tuxumligini, kulichimi shularni tarqatishadigan joylari bor, ularni ham. Lekin men haqiqatan faxrlanib eslaydiganim shu qo'shnilar orasida eshik qurib qo'yilganda. Qadimda eshigi bo'lmasa ham tuynigi bo'lgan, shu tuynuklarni taqalatib turib, bir kosa osh bu yoqqa berilgan. Kosa almashilgan, albatta. Kosa almashilgan. Keling endi Salomon opamdan mustaqillik haqidagi she'rlarini eshitsak. Men vatanparvar shoirlarimiz, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripov, keyin Muhammad Yusuf, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidovlar she'rlaridan o'qib ilhomlanib yozaman. Avval vatanni maqtamoq uchun unga loyiq bo'lish kerak deb o'ylayman. Keyingina she'r yozsam mumkin. Mustaqillik muqaddas ne'matdir bu mustaqillik. Oyim ham quyoshim ham erur istiqbol. Hur vatan bag'rida quvonchga to'lib, farzandlar shodon topmoqda kamol. Mustaqil vatanim, quvonchli taxtim, omon bo'l benazir taqdirim baxtim. Ming asrlik kutilgan orzular ushaldi. Ozod, erkin, obod o'zbek tanildi jahonga. Oson kechmadi, mehnat, sabr, toqat kuchli. Tanti soddadil o'zbekim tanildi jahonga. Mustaqillik xalqqa ishonch, baxt berdi. Tadbirkorga ko'p e'tibor, erkinlik berdi.
yosh avlodga g'amxo'rlik, ilm bilim olmoqda, til o'rganib, o'zbek bolasi dunyoga chiqmoqda. Oilaviy tadbirkorga keng yo'l ochildi. Oilasi to'q, boy bo'ldi, keng yo'l ochildi. Xalqimizga yangi uylarda, yaxshi uylarda yashamoqda, odamlar hayotidan rozi, qadrli yashamoqda. Tashakkur, haqiqatdan ham o'zgarishlar katta. Ona yurtimiz kundan kun bir yuksalib boryapti. Albatta. Azizlar, avval taom ko'rsatuvida baholi qudrat bugun tarixiy bir pishiriq haqida ma'lumotlar berishga harakat qildik. Bir qancha ijodkorlarni taklif qildik. Umidjon aka, sizga ma'qul bo'ldimi, zerikmayapsizmi? Juda yaxshi. Men Salomat opani she'rlarini eshitib, hozir ustoz shoirlar haqida o'zlarini fikrlarini aytdilar. Salomat opani uylarida nafaqat shoirlar, men bilamanki, yaxshi san'atkorlar ham ko'p mehmon bo'lishgan. Shuni natijasida mana Azamatjon Ortiq Otajonovning eng sevimli shogirdlaridan bo'lib, mana qo'shiq olamga kirib kelyapti, xonanda bo'lib turib. Kimlarni hozir eslab esga ola olasiz? Shu uyingizda mehmon bo'lgan san'atkorlardan, shoirlardan. Mehmon san'atkorlardan avvalo o'g'limni ustozi O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ortiq Otajonov ko'p bo'lganlar. U paytlarda dadasi hayot edilar. Dadasi bilan suhbatlashib, suhbatlarini olib, bir piyola choyimiz ustida mehmon bo'lganlar. Ustozlarini joylari jannatlardan bo'lsin. Keyin bizning uyimizga Karim Bayrahmonov ham tashrif buyurdilar. Ko'p, ularni sonini aytadigan bo'lsam, ko'p ajoyib insonlar, ma'naviyatli insonlar, madaniyatli insonlar tashrif buyurib bizni xushnud qilgan. O'sha mehmondorchilik bo'lganda nafaqat ovqatlanish, bu yerda suhbat, soz va she'riyat haqida, soz haqida, qo'shiq, ma'naviyat haqida, tarixlarimiz haqida bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Siz uyingizdagi mehmondorchilik sababi ziyoli insonlarning uyida shunaqangi bir suhbatlar bo'ladi. Albatta, to'g'ri aytasiz. Salomatxon opa, ijodingiz bundanda gurkirasin, gullab yashnasin. Mana shunday ziyoli farzandlarni yetishtirganingiz uchun o'zingiz hamisha xalq, yurt xizmatida ekanligingizga minnatdorlik bildiramiz. Ko'rsatuvimizda ishtirokingiz uchun rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. Men bu ko'rsatuvni muxlisiman. Uyda jon dilim bilan sizlarni tomosha qilaman. Ishlaringiz bardavom bo'lsin. Azizlar, bugun qatlama tarixiga to'xtaldik. Bayramlar yaqin, bayramlar arafasida turibmiz. To'g'rimi, Sunnat? Mana shu ko'tarinki kayfiyat aslo sizni tark etmasin. O'zbekiston tarixi telekanali bilan vaqtingizni o'tkazishga harakat qilasiz degan umiddamiz. Zero kanalning maqsadi ham go'zal boy tariximizni targ'ib etishdan iborat. To'g'rimi, Umidjon aka? To'g'ri. Bayramlarimiz ko'p bo'laversin. Insonlar bir-biriga oqibatli bo'lishsin. Bordi keldi qilib, mehmondorchilik bo'lib, shunaqangi bir to'kin dasturxon atrofida suhbat qilish, diydorlashish yurtimizning har bir fuqarosiga nasib etsin. Albatta. Nima iste'mol qilayotganimizga qarab, uning tarixi haqida ham eslab qo'yishni unutmaylik, azizlar. Bu avval taom ko'rsatuvi edi.